Mana maktabga borsak, o'qituvchimiz urardi, desanglardami? Har bitta maktabda bitta urang'ich o'qituvchi bo'lganda. Sizlar maktablarda ham bo'lganmi? Bo'lganmi? Qaysi o'qituvchi? Qaysi fan? Qaysi? Tarix. Qaysi opa? Ha? Geografiyami? Ximiya, biologiya, jismoniy tarbiya, boshqa qanaqalardan chiqadi o'zi? Mana ona tili adabiyot o'qituvchisi urmaydi. Hali ma'naviyat o'qituvchisi ham jam mehribon bo'ladi. Bizda matematika o'qituvchisi edi. Voy, uyda xotini bilan urush bo'lsa ham kelib biz urardi. Qo'lam lapatga tegadi. Chap tomondan ursa, o'ng tomonga ham tegardi-da. Hozir ham bor, har zamonda ko'rish bo'lsak, esingdami deb qo'yadi. Ha, esimda deb qo'yaman, rahmat deb qo'yaman. Endi hozir o'qituvchi o'quvchini urib ko'rsin. Bir posta videoga olishib, butun internetga jar solishyapti-yu. Falon viloyatning falon tumanida o'qituvchi o'quvchini urdi. Sog'liqni saqlash vazirligi qayerga qarayapti? Ta'lim vazirligi qayerga qarayapti? Uztransgaz qayerga qarayapti? Biz bu savolga O'zbekiston havo yo'llaridan javob kutib qolamiz. U transgazni nima aloqasi bor bu yerda? Havo yo'llari prichom. Haligi millar degan ko'rsatuv bor, Milliy kanalda. Qayerda falokat bo'lsa, o'sha yerda paydo. Hozir ko'rsatib beraman o'shalarni. O'sha yerga ham yetib boribdi bir pasda. Erinmagan. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi, Doniyor aka? Biz o'qituvchi o'quvchini urgan xonaga kirib keldik. Voqea aynan mana shu sinfda sodir bo'lgan. O'quvchi mana bu yerdan kirib kelgan. O'sha paytda soat 8 dan 3 daqiqa o'tgan bo'lgan. Sen qayerdan bilasan? Men o'sha yerda edim. O'qituvchi mana bu yerda turgan bo'lgan. O'quvchini urgan, o'quvchi aylanib ketgan. Vahima qilma. Men vahima qilasan? O'zi g'alati bolalar ekan o'sha bolalar. Bir kun bittasi kolodesni ichidan chiqdi. Ko'rdinglarmi? Kolodesdan kallasini chiqarib, bu kolodes 3 oydan beri ishlamayapti deydi. Sani kallang 6 oy ishlamaydi endi. Ular voqeani ko'rsatib berar ekanda, nima bo'lganini. Fuqaro aka. Ay, telefonlarga yozmanglar, buni razirchilar lazer tushirib qolganlarga ham xalaqit qilyapti-da. Meni ko'rsanglar-chi. Bundan beri kuzatib turib bo'ldi, hali bu yoqqa tiqib ko'radi telefonini, hali bu yoqqa tiqib ko'radi o'tirganlar. Buni qo'yib ko'ryapti, bu yoqqa tiqib ko'ryapti. Lejib yozib olsa-da, keyin uyga borib ko'rsa. Hozir ko'rsa bo'lmaydimi shuni? Promey efirda ko'rsa bo'lmaydimi? Ko'rsatib berar ekan voqeani. Fuqaro joniga qasd qildi deb voqeani ko'rsatib beryapti. U mana shu og'ilxonaga kirdi. To'singa arqonni baylab, paqirni ustiga chiqdi. Arqonni bir uchini bo'yniga bayladi va paqirni tepib yubordi. O'zini o'zi bo'g'ib qo'ysa bo'ladimi? Shundan keyin fuqaro ana shu yerda yo'q, ikkita operator kelib qutqarib oldi. Sal qolsa o'lib ketardi o'sha. Ko'rsatuvimni qiziq qilaman deb. Uni ko'rsatib berar ekan. Bir kun bitta qiz bilan yigit Yangiyo'lda ayol o'z erini pichoqlab qo'ydi. U jahl ustida oshxonadan pichoqni oldi va eriga sanch dedim. Yoniga sanchib qo'ysa bo'ladimi? Faqat ekran qoraydi. 6 oy ko'rinmadi haligi bola. Keyin so'rasam, yaxshi yuragiga yetib bormagan ekan. Shunaqa o'qituvchi oxir o'zi so'rab chiqyapti-da. Men 46 yildan beri mana shu maktabda dars o'taman. Oldin bolalarni bemalol urardik. Hozir mana telefonlar chiqqandan keyin bularni urib bo'lmay qoldi. Men o'zi urmoqchi emas edim. O'zi onadan keldi. O'qituvchiga osonmi? Uyda 4 ta bolani eplayapmiz. Mana biz ertalab bolalarni maktab bog'chaga tarqatamiz-ku. Uyga kelgandan keyin er-xotin bir-birimizga qarab, "Sen xotinim ham aytadasi yaqinda jin bo'lib qolamanmi?" 4 ta bolani eplayapmiz. O'qituvchi 30 ta bolaga dars o'tadi bu. Osonmi o'qituvchiga? Bizni 10-11 sinfda maktab paytida g'irt bezor bo'lganmiz. Ishoninglar,
Bitta ayol o'qituvchi kirardi darsga, endi qaysi fandan kirishini bilmayman. Chunki dars o'tmaganda 5 minut davomat bo'lardi, 40 minut so'kardi. Yana o'tgan darsda nima o'tganmiz deb qo'yadi. Men aytay domla. Kasofatilar bilan boshlagansiz. Oxirida senlar odam bo'lmaysan bilan tugatgansiz. Shunaqa aytdi bechara. To'ratar! To'ratar! Gaplashma. Fatima gaplashma. Zasa jag'ing ochiq seni. Ahmad sen shu bilan amlashib olganda. Sen nima zivojga chaynayapsan dars paytida? Ha? Kavshan mamolga o'xshab. Tupir zivojgayna. Tupir. Ham maraz betimga tupirasanmi, nariyoqqa tupirmaysanmi? Sen nima yozmay o'tiribsan? Ruchkan yo'q. Sen birinchi sinfga kelganda ruchkan yo'q edi, sen bilasanmi? Sen B3ga maktab bitiryapsan, bilyapsanmi? Ha, orqada o'tirganlar. Bir-biringga xat uzatmay o'tir. Xat uzatganimiz yo'q, karta o'ynayapmiz, domla. Jonimga ham tegib ketdilardek. Senlarda boshqa dardim yo'qmi? Asab tamom bo'lgan bechara o'qituvchidan. O'sha asab bilan uyga ham ketib qoladi. O'zini uyiga kelganda o'zini xabari yo'q. Eshikni ochib baqirish ko'rganib qolganda opa ham. Shunday eshikni ochib kiribdi-da, "Taroningdan hamma." Desa, bechara ishdan kelib, bismillah deb bir pela choyni ichib o'tirgan ekan. Xotinni vajohatini ko'rib sakrab turib ketdi o'rnidan. Bolalariga qarab, "Tur bolalar, tur. Onang keldi, turinglar." Asablari tamom bo'pti buni. Tur, tur, tur. Beshidagini ham tikka qilib qo'y debdi. 3 oylik bola tuvaga oqib turganmish tikkadan bilan. 4 ta bola bilan qo'li ko'ksida. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugun kim navbatchi? Siz erim, men navbatchiman debdi. Baqirma, men eringman debdi. Voy dadasi, sizmi deysiz? Voy sinfimizdagi sunnatlarga o'xshab ketdingiz dadasi. Mana shu bola yomon kuydirdi meni dadasi. Bugun 8 soat dars o'tdim-da, asabim tamom bo'libdi dadasi. Kechiring, sizga baqirib yubordimmi dadasi? Kechiring meni dadasi. Boring trapkani ho'llab keling. Voy o'lagan nima deyapman? O'qituvchilarga oson emas. Ha?